Xullas, Yunusobodli aka-ukalar, bugun sizlar uchun zo'r bitta variant chiqyapti. Yer hisobida uchastka sotuvga qo'yilyapti. Hasanboy, Hamza ko'chasi, betonkadan 900 metr uzoqlikdan joylashgan mana shu joyimiz. Xullas, qarang, ikkita variant bor mana bu yerda. Men bu uchastkani ko'radigan bo'lsangiz, bitta o'zi katta yer maydonga ega bu uchastkamiz. Buni yarmisini sotaman deyishyapti. 14 metr fasad bo'ladi deyaptilar. 30 metrga kirib ketadi. 30 metrga kirgandan keyin расширение bo'ladi. 25 ga 25 metr bo'lib, ichkariga 28. Liba mana bu yerdan buzamiz deyishyapti. Mana shu yerdan buzamiz. O'shanda shirinasi to'g'ri bo'ladi. Uzunligi 30 yana 25 ga borgandan keyin 30 ga borgandan keyin 25 metr fasad bo'lib ketadi. Bu kottej qurmoqchi bo'lsalarsiz agar. Narxiga keladigan bo'lsak, 17,5 ming emas, 17,400 dan qo'yilik deyaptilar. Endi bu variant agar o'z uchun qurmoqchi bo'lsangiz, bitta yaxlit uchastka qurasiz. Agar yo'q, men kottej tushirmoqchiman desangiz, kottej tushirsa bo'ladi. O'shanda men bu darvozadan mana shu yerdan bo'linadi yer. Mana shunaqa ketadi. Tep-tekis ketadi. Mana shunaqa. Do konca. Mana bu yerga taqalgandan keyin сразу расширение bo'lib ketadi, ko'ryapsiz. Mana bu yerda уже 25 bo'lib ketadi. Koridor bo'lib keladi. Mana bu yerda расширение. Liba 14 ni olasiz, 14 mana shunaqa kelyapti. Mana shunaqa kelyapti 14. Mana bu yerdan расширение bo'lib ketyapti. Qarang, ichkarisiga keladigan bo'lsak, ichkarisi remontli, o'zbekskiy variant. 6 ta xonasi bor, bitta zal, 5 ta spalni. Prinsipi kirib yashasa ham bo'ladi. Bemalol kirib yashasa bo'ladi. Mana bunaqa fasadingiz keladi. Bu taraf qo'shningiz bo'lib qoladi. Mana bu yerdan vxod qilasizda. Mana shunaqa ketdi. Tushundingiz? Svet, gaz, hamma narsa bor, suv bor, kanalizatsiya lekin yo'q. Narxi 17,400.